Koreyada halol kollagen yo'q deb kim aytdi? Hattoki korobkasida ham halolligi tasdiqlanib qo'yilgan. Ushbu super bomba kollagenimiz ichiga nafaqat kollagen, balki biotin, glutatsion, vitamin C kirgan. Glutatsion kuchli antioksidant bo'lib, teri rangini yorqinlashtirib, ravshanlashtirib, pigmentatsiyalarni kamaytiradi. Kollagen esa sizlarni teringizga chuqur singib, ajinlarni yo'qotishga, teringizlarni elastikligini oshirishga yordam beradi. Biotin esa tirnoqlar, sochlar, teri salomatligi uchun juda ham muhim vitamin hisoblanadi. Vitamin C esa terida melanin ishlab chiqarilishini sekinlashtiradi, teringiz sizlarni yorqin, go'zal bo'lishga yordam beradi va immunitetinglarni ko'taradi. Ushbu kollagenni ertalab nonushtadan yarim soat oldin och qoringa ichish tavsiya etiladi. Bitta korobkasida 30 ta bo'ladi, bu sizlarga bemalol 1 oyga yetadi. Bu poрошок variantda o'zini ichish kerak, agar icholmasangiz suv bilan qo'shib ham ichsanglar bo'ladi. Bismillah. Buni hozir o'zini ichib ko'rgandik, lekin buni suviga qo'shib ichsanglar yanada yoqimliroq bo'lar ekan. Hammaga tavsiya qilamiz, bemalol Telegram orqali zakaz berishinglar mumkin. Birga kollagenlar ichib, go'zallashamiz.